Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Gamecraft kanalida. Do'stlar, bugun Roblox skachat qilishni o'rgatamiz. Bu Roblox o'yinini skachat qilishni o'rgatamiz. Bunda bizga Google Chrome, har doimgidek Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Google Chrome'ga kirib olamiz va kirganimizdan keyin bu yerga Roblox deb yoziladi. Roblox deyilmaydi. Roblox download deb yozamiz. Va download degandan keyin ana bu o'zini rasmiy sayti chiqib keladi. Qora birinchilikda download Roblox deb chiqib keladi. Va do'stlar, ana bu yerda download Windows app chiqadi va buni bosganimizda bu yerda skachat bo'lishni boshlaydi. Do'stlar, va buni har doimgidek do'stlar bosib bu yerga o'tkazib olamiz. O'tkazganimizdan keyin buni mayli o'chirib olamiz. Do'stlar, mana Roblox skachat bo'ldi. Robloxga kiramiz do'stlar. Menda Roblox borligi uchun uzr, lekin agar akkauntimga kirib ketsa bu bo'lishi mumkin do'stlar. Mana akkauntimga men Robloximga kirib ketdi, chunki men akkaunt ochganman do'stlar. Sizlar bilan bitta narsani kelishib olaylik. Men hozir Roblox skachat qilishni video qilib chiqaraman do'stlar. Bu videoda ikkinchi videomda yo Minecraft akkaunt ochishni o'rgataman yoki Roblox akkaunt ochishni o'rgataman. Shuni kommentariyada yozib yuboringlar. Men qaysi birini aytsalaringiz, o'shani akkaunt ochishni o'rgataman do'stlar. Akkaunt ochish ham oson, lekin Gmail ana shunaqa muammolar bu hammasini o'rgataman do'stlar. Keyin kommentariyada Roblox ismingizni yozib yuboring, men sizga durja tashlab qo'yaman do'stlar. Sog'lik, omonlik do'stlar. Sog'lik, omonlik do'stlar. Xayr, ko'rishguncha keyingi videogacha. Do'stlar, men shu yerda videoning oxirida aytib ketay do'stlar. Men ikkinchi video, uchinchi video endi boshlayapman. Bu kanal endi yangi do'stlar, bu kanalim. Do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Menga shu video tegdi 200 ming like va 200 ta obunachi, 200 ming emas, 200 ta like va 200 ta obunachi kelgani bilan darhol kommentariyada o'qiyman, qaysi Minecraft akkaunt yo Roblox akkaunt ochishni qaysi yozib yuborsalaringiz, o'sha video sразу chiqib keladi do'stlar. Sog'lik, omonlik do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar.